Assalomu alaykum obunachilarimiz. Mana navbatdagi oxirgi darvozamizni Xudo xolasa Samarqand viloyati To'yloq tumaniga olib kelib, ustunlikka jarayonlarni boshlab oldik. Mana darvozamiz yetib kelgan. Bir qiziq holat bo'layapti. Endi bunaqa holat ko'p uchrab turadi. To'k muammo bo'layapti. Darvoza ham mana shayga o'rnaydi. 370 ga 4 metr atrofida razmerimiz. O'sha haytek 3 qavatli variantdagi darvozamiz. Endi to'k bir paza cheres bo'lib bir dona uy mana shu joyga tushib qolgan ekan, aholidan chetroq joyga. Mana shu to'k bir paza kelib, o'sha kichkina xonadonga tushirgan ekanlar. Hali buni uylarga montaj qilmagan ekanlar. Mana bu qora kabelni olib keldik. Qora kabel ham o'zi 40 metr atrofida bag'i bir paza cheres olib kelgan ekan. Nima qilishga bosh qotdi? 1,5 soatdan beri o'tiribmiz. Na dvijok bor, na to'k bor. To'k bor, apparat kuch yetmayapti.